Bugun 2-sinf o'quvchilarim bilan oddiy dars emas, ochiq dars o'tkazdim. Darsni zakovat uslubida tashkilladim. Har bir daqiqa harakat, fikrlash va jamoaviy ishga boy edi. Darsning asosiy maqsadi o'quvchilarning fikrlashini, mantiqiy qobiliyatini va jamoada ishlash ko'nikmasini rivojlantirish edi. Dars boshida sinfni 3 guruhga bo'ldim va har bir guruh jamoa bo'lib ishladi. Darsni davlat madhiyasini aytish bilan boshladik. Bu bolalarni darsga ruhan tayyorladi. Avval test orqali o'quvchilarning oldingi bilimlarini tekshirib oldik. Keyin o'gadagiroya o'yini orqali bolalar erkin fikr bildirishdi. 3-bosqichda esa mantiqiy fikrlab, ortiqcha so'zni topishdi. Eng qiziq qismi mozaika metodi bo'ldi. Bolalar matnni so'zlardan yig'ishdi. Albatta, dam olish daqiqasi bilan darsni yanada jonlantirdik. Ochiq darsda qatnashgan ustozlar uchun ham mantiqiy savollar va mozaika metodini qo'lladim. Dars oxirida 3 guruhni barchasini sovg'alar bilan taqdirladik, chunki harakat qilgan har bir o'quvchi e'tiborga loyiq. Agar siz ham darslaringizda noodatiy samarali metodlar qo'llamoqchi bo'lsangiz, Muslima A'zamova sahifamga obuna bo'ling. Sahifamda ochiq darslar uchun tayyor qo'llanmalar va metodlar bor. E'tiboringiz uchun rahmat.